Jizzax viloyati Yangiobod tumanida ichki ishlar organlari infratuzilmasini mustahkamlashga qaratilgan loyiha amalga oshirilmoqda. Xususan, ichki ishlar bo'limi uchun zamonaviy talablarga javob beradigan yangi ma'muriy majmua qurilishi jadal sur'atlarda davom etmoqda. Qurilish ishlari 2025-yil avgust oyida boshlangan bo'lib, qisqa vaqt ichida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda ma'muriy binoning tom qismi to'liq yopilgan. Elektr ta'minoti tizimi uchun kabellar montaj qilinmoqda. Ichki pardozlash ishlari bosqichma-bosqich olib borilmoqda. Loyihaning bosh pudratchisi sifatida Egamqul Eldor qurilish servis mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyat yuritmoqda. Barcha qurilish ishlari Olimp Mega Project mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari asosida hamda qat'iy texnik nazorat ostida amalga oshirilmoqda. Qurilish maydonida ishlar belgilangan grafik asosida sifat talablariga qat'iy rioya etilgan holda olib borilmoqda. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan obyektdagi ishlar doimiy nazorat qilib borilmoqda. Navbatdagi o'rganish davomida qurilish jarayoni, sifat ko'rsatkichlari va muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarining joriy etilishi yuzasidan aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, hududni obodonlashtirish va infratuzilmani kompleks rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Yangi majmua faqat ma'muriy bino emas, unda fuqarolarni qabul qilish uchun alohida va zamonaviy xonalar, nazorat o'tkazish joylari, kutish zonalari tashkil etiladi. Bu esa aholiga xizmat ko'rsatish jarayonini tizimli, shaffof va tezkor tashkil etish imkonini beradi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish jarayonlarining bir joyda qulay sharoitda amalga oshirilishi ortiqcha sarsongarchiliklarning oldini oladi. Loyiha doirasida xodimlar uchun oshxona va sport zal binolari ham barpo etilmoqda. Bu esa xizmatchilarning ish samaradorligini oshirish, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jamoada ijobiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.